Bitta anekdot kelib qoldi, kayfiyatingni ko'taray deb. Ay. Ay, senga o'xshab boyib ketgan chaqirishibdi-da. Aha. Chaqirgan xotiniga, xotin meni mana shu ichki ishlardan chaqiryapti desa, endi nima bo'ladi dadasi desa, bilmasam debdi. Maslahat ber, eski tuz kiyimlarim kiyimikin yo yangisini kiyib boraymikin desa, xotini kulib yuboribdi. Nima kulyapsiz? Kulyapsan, men o'laman deyapman desa, bitta esimga tushib ketdi deb. Nima esimga tushdi desa, sizga yangi erga tekkan kunim chimildiqqa kirib ketyapti. Yangamdan, yanga qizil tursigim kiyimi, sarig'ini kiyimi desam, yangam, nima farqi bor, bari sikadiyo degan ekanda. Bek efirdan